Soatimiz 11dan 15 minut o'tdi. Kun kech bo'lishiga qaramasdan Nexia mashinasini olib qo'ygan edik. Korobkalarni ochdik, mashin skorostiga tushmay qoldi. Karjanlarni almashtiramiz ertaga. Nexia 2 mashinasini yurg'izdirdik. Skorostiga tushmayotgandi. Skorostlarga tushishlar zo'r bo'ldi. Karjanlar yangilandi. Speedometrlari ham ishlamayotgandi, ularni ham to'g'riladik. Tortishlar qanday bo'ldi mashina? Zo'r bo'ldi tortishlar. Qo'l dard ko'rmasin usta akamiz, aytsa shikalat qilib berdilar mashinamizni mana. Sharni chiroyli qilib qizdirib berdik.